Mana buni haqiqiy medavik desa bo'ladi. Shunaqangi mayin, yegan sari yegiz kelaveradigan osongina medavik retseptimiz sizlarga ham ilindim. Birinchi bo'lib 200 gram asalni past olovda qizdirib olishimiz kerak bo'ladi. Qizigan asalga 2 choy qoshiq iste'mol sodasini qo'shib, to'xtamasdan aralashtiramiz. Asal mana shunaqa qizg'ish rangga kirganida gazni o'chirib, 250 gram sariyog' yoki margarin qo'shib eritib olishimiz kerak. Alohida idishda 6 dona tuxumga 200 gram shakar, 2 choy qoshiq vanilin shakari va chimdim tuz qo'shib, shakari erib, oppoq ko'pik bo'lgunicha mikserlaymiz. Ko'pirgan tuxumga asalli massamizni oz-ozdan qo'shib, venchikda birlashtirib olishimiz kerak. Endi 500 gram oliy navli sifatli to'ron unini ellikdan o'tkazib, qo'moqlari ketguncha xamirni tayyorlab olamiz. Mana shunaqa quyuqlikdagi xamir bo'lishi kerak. Tayyor xamirni bir xil 4 ta idishga taqsimlab solamiz. Agar duxovkangiz listi kichkina bo'lsa, 5 ga bo'lsangiz ham bo'ladi. Mana duxovkamning listi standart 32 ga 38 sm. Xamirni pishiriq qog'oziga bir tekis surib, hammasini birma-bir pishirib olamiz. Korjlar 180 darajada qizib turgan duxovkada o'rtacha 8 daqiqadan pishiriladi. Undan ko'p pishirib olmanglar, bo'lmasa korjlarimiz qurib ketishi mumkin. Pishgan korjlarni hammasini birlashtirib, chetini tekislab olamiz. Chetidan chiqqan korjlarni ustiga sepish uchun urva holatiga keltirib olishimiz kerak. Navbat kremga. Bu safar men medoviga klassический emas, o'zimga ko'proq yoqadigan krem chizli krem tayyorladim. Buning uchun muzda 400 gram krem chizga, 700 gram qaymoq, 2 choy qoshiq vanilin shakari hamda 300 gram sifatli, eng asosiysi esa juda ham mazali zaychik qo'yiltirilgan sutdan qo'shib, quyilgunicha mikserlaymiz. Shu bilan mazali kremimiz tayyor. Ushbu krem medavik bilan zo'r chiqadi. Endi tortimizni yig'ishga kirishsak bo'ladi. Korj, krem, korj ketma-ketligida medavikni yig'ib olamiz. Oxirida usti va yon tomonlarini ham kremlab, urvoq bilan bezatib olsak, shu bilan tortimiz tayyor. Ushbu tortimizni usti yopilgan holda salqin xonada bir kecha qoldirib, keyin bemalol kesib dasturxonga tortishimiz mumkin. Kremlari korj bilan zo'r uyg'unlashgan, juda ham mayin, og'izda eriydigan medavik bo'lib chiqadi. Albatta ushbu retsept bo'yicha sizlar ham tayyorlab ko'ringlar, barchalarga tavsiya qilaman. Retseptni o'zingizga saqlangiz qilib, yaqinlaringiz bilan bo'lishib qo'ying. Dasturxoningiz fayzli, tayyorlagan taom va pishiriqlaringiz doimo shirin bo'lsin. Keyingi videoda g'oyibona ko'rishguncha, xayr.